BYD Yuan Plus Champion ichidagi 5 nuqtani siz bilan birgalikda kuzatib chiqamiz. Natija siz kutganday bo'ladimi? Videoni oxirigacha kuzating, uning javobini albatta topasiz. Birinchi nuqtamiz haydovchi o'rindig'i 0.6 milligauss. Ikkinchi nuqta haydovchi oyoq osti 0.6 milligauss. Uchinchi nuqta uning monitori 0.6 milligauss. To'rtinchi nuqtamiz markaziy konsol. Ko'rsatkich 0.8 milligaussgacha ko'tarildi. Beshinchi nuqtamiz haydovchi yon o'rindig'i 0.5 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib olamiz. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 0.3 milligauss. BYD Yuan Plus Champion elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi markaziy konsolda 0.8 milligauss. Bu boshqa elektromobillarga nisbatan solishtirganimizda ancha past ko'rsatkich. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Videolarimizni ko'proq odamlar kuzatishi uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi real testlarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.